qalb. Jismniki ko'rinib turadigan tana a'zolarining kasalliklari. Masalan, yurak kasal, kardiologga boradi. Asab tizimi kasalligi nevropatologga boradi. Shunaqa. Juda buning tibbiyotning yo'nalishlari, sohalari juda ko'p, xullas kalom. Har bitta tana a'zosi uchun alohida yo'nalish bor. Endi ruhiy kasalliklarchi? Ruhiy kasalliklar shifoxonasiga boradi. Ruh nega kasal bo'ladi? Tanachi? Qalbchi? Kasal bo'lishdan oldin sog'lom bo'lish kerak. Va mana shunaqa bir aniq narsa borki, biron harakat sababsiz bo'lmaydi. Va quvvat o'z-o'zidan yo'qolib ketmaydi. U faqat ko'rinishini boshqacha ko'rinishga o'tkazadi. Xolos. Shunaqa. Bu savolning, ya'niki ular nega kasal bo'ladi degan savolning javobini men o'zim topganim bilan sizlarga bo'lishmoqchiman. Ya'niki jism, ruh va qalb juftliklarga bo'lingan. Partnyor degan narsa. Ruh qalb bilan, jism nafs bilan. Ruh va qalb bu pokiza mavjudliklar. Ular to'g'rilik va yaxshilik tarafdori. Nafs esa u o'z xohishlarini astoydil himoya qiladi. O'z manfaatlari uchun bu qolgan uchtasini xohishlariga qarshi ham chiqishi mumkin. Jism esa nafs bilan partnyor ekan, ularning xato qilmasliklari uchun yana bir